Bir donishmand inson ko'zani olib, kichik toshlar bilan to'ldirdi. O'z shogirdlarini yig'ib, aytingchi, meni ko'zam to'lami deya savol berdi. Ular, ha, to'la deb javob berishdi. Shunda donishmand no'xat to'la idishni olib, uni ko'zaga soldi. No'xatlar toshlar orasidagi bo'sh joylarga kirib joylashdi. Ustoz endi ko'za to'lami deb ikkinchi savolni berdi. Shogirdlari bu safar ham ko'za to'la ekanligini tasdiqlashdi. Endi dono odam qum solingan quticha olib, uni ham ko'zaga soldi. Qum tosh va no'xatlar orasidagi barcha bo'sh joylarni egalladi. Donishmand odam, sizlar ko'za bu hayotimiz ekanligini anglab yetishishingizni istar edim. Toshlar har bir inson hayotining asosidir. No'xat bular yoqimli narsalar, lekin bular eng muhim hisoblanmaydi. Qum mayda-chuyda ikir-chikirlarni ifodalaydi. Ular har bir insonning hayotida to'ladir. Agar ko'zani dastlab qum bilan to'ldirilsa, no'xat va hatto toshga joy qolmaydi. Hayotda ham shunday. Agar behuda narsaga vaqt sarflansa, eng asosiy narsaga vaqt qolmaydi. Fikrlaringizni nazorat qiling.